Do'stlar, biz endi skeletlar bilan jang qilmoqchiman. Ya'ni boya zombilar bilan jang qilgan skeletlar bilan jang qilmoqchiman. Bu ikkinchi qism bo'ladi. Shuni ochganimdan tayyor mana bu. Ya, men o'zim ham ketdim. Yo-mayo. Hozir u yo'q bo'ladi. Jo'nab. Alloh. Yonyapti. Buni ham tashlaymiz. Tayyormisizlar? Buni qilib tint ideyani qilamiz yana. Yaxshi. Ancha ketdi. Jo'nab. Yo-mayo, tint qo'yib tint. Jo'nab. Bular bir-biri bilan jang qilyapti-ku. Yo-mayo. O'zim o'qimasam bo'ldi. O'zim o'lmasam kerak ku. Ikkitasi bilan jang. Jang yaxshi. Va orasidan o'tib boramiz. O'tamiz. Va nihoyat bular ham bitta obunachilar. Tak, bulardan qancha xippa tushadi ekan. Bulardan esa 20 ta tushdi. Keyingi jangimiz esa bizni, ya'ni Spider-Man jangi. Xo'jalar mana qamaldim bularni. Endi esa chiqdi jangga. O'ylayni qanaqa chiqaman. Yo'q, bitta qo'llar qamaydi. Hozircha menga tegmayapti. Lekin bitta ursak hammasiga yo-mayo. Tint qo'yishga ulguryapman. Aqchalarsin. Yo-mayo, ulgura olmayapman tint qo'yishga. Janob endi qo'mali tintim. Yo-mayo, qochdilar. Janosin. Endi bularni o'zim o'ldirishim kerak. Bo'ldimi? Bular nima qilyapti? Bo'ldimi, qolmadimi? Easy-ku, easy. Mana bularni ham portlatib yuboramiz. Mashina easy-ku, ama tintim ushib ketdim-ku. Yo'q, ha mayli. Obunachilar ko'rdinglar. Easy. Mashina umuman easy boru. Agar shu video 5 ta like yig'sa, Luna bilan birlikda jang qilamiz. Lunani tanib biladi, bilmagani esa keyingi videolarga o'tib bilib olishlari mumkin. Hammaga xayr, sizlar bilan yana o'sha inek bo'ldi. Xayr bo'ldi, qizlar, yigitlar.